Teatr bu nafaqat san'at, balki ma'naviyat ko'zgusi va yosh avlod tarbiyasida muhim o'rin tutuvchi maskandir. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan tashkil etilgan Turon maktab teatri bugun mamlakatimiz bo'ylab minglab yoshlarning iqtidori kashf etilayotgan sahnaga aylandi. Yangi iste'dodlar namoyon bo'layotgan mazkur loyihani yosh avlod orasida yanada targ'ib qilish va o'quvchilar ijodini qo'llab-quvvatlash maqsadida har yili an'anaviy tarzda respublikamizning barcha umumta'lim muassasalari ishtirokida ko'rik tanlov o'tkazib kelinadi. Joriy yil ana shunday hayajonli bellashuvning Toshkent viloyati bosqichiga Olmaliq shahri mezbonlik qildi. O'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularda sahna madaniyati va notiqlik san'atini shakllantirish hamda buyuk ajdodlarimiz merosini teatr tili orqali chuqur anglatishga qaratilgan tanlovda viloyatning 22 ta tuman va shaharlarda o'tkazilgan saralash bosqichlarida g'oliblikni qo'lga kiritgan eng mahoratli jamoalar qatnashdi. Tadbirda Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri o'rinbosari Farhod Boqiyev, Toshkent viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi mas'ullari, viloyat kelajak markazi vakillari hamda el suygan san'atkorlar ishtirok etdilar. Turon maktab teatr tanlovining viloyat bosqichiga xush kelibsizlar. Jamoalar tanlovning birinchi "Mening maktabim" shartida o'zlarining ta'lim maskanlari, ustoz-shogird an'analari hamda bilim olishga bo'lgan ishtiyoqlarini sahna ko'rinishlari orqali talqin etishdi. Tug'ay Murod otamdan qolgan dalalar bu asari bu o'sha paxta terishdagi zulmlar yoki o'sha davrdagi o'zbeklarning azoblanishi haqida bo'ladi. Biz o'sha davrdagi hissiyotlarni, o'sha taassurotlarni olib chiqishga harakat qilamiz. Bu yerda juda ham ko'p raqiblarni ko'rdik. Masalan, birinchi va ikkinchi chiqqan tumanlar juda ham yaxshi chiqarishdi. Bunga o'zimizdan xulosa chiqarib oldik. Juda ham taassurotlarga boy bo'ldi. Navbatdagi teatr ibodatxona bosqichida o'quvchilarning aktyorlik mahorati, ovoz imkoniyatlari va sahna madaniyatiga amal qilishi hakamlar hay'ati tomonidan baholandi. Yakuniy natijalarga ko'ra Chirchiq shahridagi 2-sonli umumta'lim maktabining Yangi o'zbek jadidlari jamoasi 3-o'ringa munosib ko'rildi. Yuqori Chirchiq tumanidagi 12-sonli maktabning Yuksalish jamoasi esa 2-o'rinni egalladi. Tamaddun nomi ostida Ohangaron tumani sharafini himoya qilgan 52-sonli maktabning iste'dodli yoshlari 1-o'ringa sazovor bo'lib, tanlovning respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Kelajak markazi tomonidan bir guruh faol o'quvchilar turli nominatsiyalar bo'yicha taqdirlanishdi. Mazkur tanlov yoshlar o'rtasida teatr san'ati, badiiy tafakkur, ijodkorlik, nutq madaniyati va sahna mahoratini rivojlantirish, shuningdek ular o'rtasida do'stona muhitni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etdi.